Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bugungi chiqqan mashinamiz Satova 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, kraskasi toza, 21 ming kilometr yurib turibdi. Bir ega. Yani ko'rib turishingiz mumkin. Ballonlar ham hali toza, protektorlari. Probegi 21.538 kilometr yurib turibdi ekan. Ishlari akkuratni tutilgan. Yine içleri. Duruşlar mı ki? Askers taza 100%. Teşekkür olaverasizlar. Metandan görürüz. Yine metana bak. 90'lık metan. Fakalina gazlara bak. Evet. Fakalina gazlara bak yine. Neler ama orijinal. Saz mı? Nakandım zor nakta çıktırttı. Narxı 148 milyon so'm geliştirib beriladi. Bir egadan. Bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Egasi nomeni ko'p qo'yaman.